Hammaga salom. Hammaga xayrli kun. Bugun biz Samarqandga keldik. Ham musobaqaga, ham aylanishga. Mehmonxonaga joylashib oldik. Hozir birpasdan keyin aylanishga chiqamiz. Registonga yaqin joyga joylashganmiz, shuning uchun Registonga aylanishga keldik. Hamma yo'q to'xta. Mana kichkinalar oldinga chiq. Aylanib yuribmiz. Samarqandga ko'p kelganman. Shuning uchun unchalik qiziqmas. Xuddi o'zim uyimda yurgandek his qilyapman. Samarqandga qilolmayapman. Shu aprelda ham keldim. Shuni tashlabman, videosini qo'yganman. Shuning uchun shunaqa gap. Hop, chiqdik, aylanib sovg'alar oldik. Uni uyga borganda raspakov qilib qo'yishdiman. Rasmga tushyapti hamma. Xabar ko'rib qoldik. Teginmanglar, 15 mingdan bittasi. Yo'q, biz olib ketishni bo'ldik. Rasmga olishgan. Ey, tegin. Hoppana. Qochinglar, teginmanglar. Hamma qochsin. Nega?